Hammaga assalomu alaykum, qadrli YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Akalar, xudo xolsa bugun biz o'zimizni qo'ramizdan xudo xolsa qo'chqor, so'liq, ona bolalarni haqiqiy zo'rlarini chiqaramiz. Videoni boshidan bittadan like bosib, kanalga obuna qo'yishlaring. Xudo xolsa akalar, bugungi partiyalarimiz bir 3-4 partiya qo'yiladi, zo'rlardan chiqadi xudo xolsa akalar. Birinchisiga mana shu qo'chqorimiz. Ikkinchi partiyaga ham xudo xolsa qo'chqor, ona bola, ikkiga barra qo'zladi ham zo'rlardan chiqadi. Qo'chqorda ideali qiziqqanlarga xolos narxi ham arzon, zo'ridan. Hop akalar, qo'chqorimiz keladigan bo'lsak, yoshi 10 oylikda xolos hamma yo'q udor, quloqlari 20 plus. Dumbarazriz quloq hamma yo'q, garbonus quloq joylashuvlari, tuyoqlari stagan tuyoq idealdan kelgan. Haqiqiy zotoli boqadiganidan. Akalar, xolos buni hozir olib qo'ying. Ertadan keyin avgustga kelganda qidirib qolmaysiz. Mana qo'chqor. Haqiqiy zo'ridan. Mana yuzlari ham haqiqiy toza oq yuz. Zo'ridan kelgan. Razrizlar hamma yo'q chotki. Mana razrizlari ham akalar o'ta ideal holatda zo'ridan kelgan mana. Yani yuzlari ham shu tozasidan akalar. Qulog'i ham 20, xotirjam chiqaradi. Qo'ydi haqiqiy baquvvat zo'ridan kelgan. Qiziqqanlar bemalol chiqarasizlar. Xo'sa bo'ylarini ham o'lchab o'tamiz. Qo'y haqiqiy gap bo'lishi mumkin emas akalar. 3 metrda. Mana akalar yerdan oyoqdagi. Mana yerdan necha chiqsa o'shanga qarab sanurasizlar. Sal raqamda. Ana endi. Ana necha chiqsa o'shanga qarab olarasizlar akalar. Biz buncha demaymiz. Hali tishni ham tosh ko'rsatib qo'yaylik. Ana akalar, qo'zi hali tish chiqarmagan jonivor. Mashalloh deb kommentga otangga rahmat deb yozib keslaring. Xolos akalar, hali bundan ham zo'rlar chiqadi. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Xolos akalar, buni narxiga keladigan bo'lsak, hop dastlabkilarimiz O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. 10 million so'mga xolos akalar o'tib beradigan joyi bor. Bemalol ekrandagi ostidagi nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Bo'lmasa biz keyingi partiyalar chiqamiz. Mashalloh akalar, mana ikkinchi partiyamizga ham xolos mana zo'ridan kelgan, liniyaligidan kelgan. Mana yuzlari ham toza oldi. So'kalari ham o'ta ideal holatda, iliklar baquvvat. Qo'chqorda ham haqiqiy qo'chqordan kelgan akalar, tozasidan. Buni akalar kimdir qimmat deydi, kimdir arzon deydi. Buni tushungan tushunadi o'zi akalar. Xolos buni bozordagi oddiy zoti yo'qni qo'ylar bilan solishtirmaysizlar. Qo'y xudo xolsa ideal holatda qo'y. Manzilimiz akalar Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Bunisi ham xudo xolsa qo'zi akalar. Buni ham oyligi bir 8-9 oylik bo'lish kerak. Aniqini biz bilmaymiz akalar, bizga ham kelgan. Xolos akalar, kanalga bittadan obuna bo'lib, like bosib tursalaring, zo'rlardan kelaveradi akalar. Mana qiziqqanlar bemalol chiqarasizlar. Bundan bag'ri faqat shu zo'rlar, zotliklarni tozalardan chiqaramiz bu kanalda. Qo'ydi holati. Mana yuzlari ham haqiqiy tozasidan, quloqlari mana garbonus, mana razrez, iliklari ham baquvvatidan. Bekiga oldi tushlari ham ideal holatda. Mashalloh. Yuzi ham toza oq yuzidan. Bu yoshini ko'rsatib qo'ydik tishini. Realni bo'lsin. Mana akalar, qo'zi hali bunisi ham. Metrga akamsi bitta bo'yni o'lchab qo'yaylik. Mana. Hozir qo'y ideal holatda. Ko'rinmayapti metr. Mana pastda. Almashtirmoqchi ayağı. Ana akalar, yerdan boshlab xolosa 85 mi shunaqa. Qo'ylarda xolosa ideal holatda akalar, mana sifatlar o'ta chotki.
Hop, bunun narxiga bo'lsa, akalar narxini 9,5 million so'mga dastlabkilarni O'zbekiston bo'ylab kelishi holda qilib beramiz. Kelishiladigan joyi bor akalar, bemalol aloqaga chiqib telefon qilaverasizlar. Bo'lmasa biz keyingi partiyaga ona bolani ham zo'rini olib chiqamiz. Mana akalar, keyingi partiyamizga ham akalar ona bolani ham zo'ridan kelgan. Haqiqiy sifat zo'ridan. Akalar xohlasa buni onasini yoshi hali qo'zi, bolasi sovliq. Ana akalar, bolasi nima deyapti? Yuzini qaranglar. Bah. Ana, o jonivor. Sovliq bolasi ham xohlasa onasiga sherik. Onasi ham akalar xohlasa hali qo'zi tish chiqarmagan. Ana, tushunib ochib qo'ying Sardarbek. Realni bo'lsa, ana akalar qo'zi hali onasi mana. Yuzlarini qaranglar. Oh, mashalloh. Hoji aka, shuni ko'rib ham like bosmasangiz, odam podammas ekansiz deydi-yu. Razrizlari hamma yo'g'i chotki. Ana, xudo xolasa ideal holatda zo'rdan kelgan akalar. Bolasini ham quvvatchi Sardarbek. Ana, mashalloh. Bolasi ham akalarda xolasa endi 4 kunlik bo'ldi shu bugun 4 kunlik bo'ldi akalar. Ana. Qo'y zo'r xudo xolasa. Maqtovga arziydigandan kelgan. Buni ham bo'yini bitta o'lchab qo'yaylik. Ana. Quloq joylashlar onasini ham zo'r ideal holatda akalar. Mana yerdan turib xudo xolasa mana nechi chiqsa o'shanga olaverasizlar. Qo'ylar zo'r holatda akalar. Qiziqqanlar bemalol aloqa chiqarasizlar. Manzilimiz shu Tepaqo'rg'on qishlog'ida, bemalol kelaverasizlar, lokasiyalar tashlab beramiz. Ko'z bilan ko'rib olsangiz bo'laveradi akalar. Bo'lmasa biz keyingi partiyada olib chiqamiz. Akalar, xudo xolasa mana oxirgi partiyamizga ham shu Barrani 2026 ni zo'rlardan, tozalardan kelgan. Mana hammasini yuzlari, hamma yo'q chotki holatda, quloqlari akalar mana. 2026-yilda haqiqiy noyoblardan yuzlariga bitta like bosib akalar. Kanalga obuna bo'lib, bemalol aloqa chiqarasizlar mana. Razrizlari hamma yo'q chotki mana akalar. Hop akalar, bularni uchalovi ham qo'chqor, xudo xolasa bitta obunachimizni qo'y akalar. Mashalloh deb boqadigan xolasa akalar. Bularni endi hoji bolalarimiz olib xohlasa boqishsa o'sha haqiqiy maza qilib boqishadi akalar. Ana qo'ylari ham ideallari, zo'rlari, tozalaridan. Bularni onalari ham shu kattalardan. Katta qo'yadi bolalari bo'lgan. Qirg'izdan o'tgan soloqlarda bolalari akalar bularni xohlasa. Ajradi da xos onasidan, uchalovi ham. Mana haqiqiy ideallaridan. Hop akalar, bularning narxi keladigan bo'lsa, uchalovining bir joyga olganga 3,8 million xohlasa bemalol aloqa chiqarasizlar. Oxirgi taqalgan narxi 3,8 million so'mdan bemalol aloqa chiqarasizlar ana akalar, yuzlari tozalaridan. Haqiqiy zo'rini boqaman deb yurgan ko'klarimizga, tanishlarga videoni jo'natib qo'yasizlar akalar mana. Videoni xato kamchiliklari bo'ladigan bo'lsa akalar, oldindan uzr so'raymiz. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.